Assalomu alaykum do'stlar, mana bu yerda bizneslari eng saralari yig'ilgan pena blok ishlab chiqarish biznesi. Oz pul bilan katta daromad. Endi bu yerda har xil assortimentlar bor. Обычный komplekt, belida 2 qatorli profilli komplekt, yevro, mana yevroni boshqa rangi zakazga qarab qilingan, mana ichida turbalik, teshiklik deysizmi, Lego deysizmi, ag'da gaza blok uskunalar, hamma turdan assortimentlar bor. Hozirlarga komplektlarni tanishtiradigan bo'lsam, mana yevro komplekt. Bu yerda 3 ta yevro qolib, taglarida ham 7 qator, bellarida ham 7 qator bo'lgan lazernida kesilgan magnitogorskiy list, har biri qolib 6 talik bo'ladi. Shu qolipdan 3 dona. Mana qa rastvor bochka, pena generator, mana kompressor, hammasi yangi korobka holatda, ichida prizator shlankalari ham bor, mikser, mana korobka holatda, bonusiga latog listi, kolonna listi, mana bir satr penalar bilan qilib beramiz. Har bir komplektlarimiz faqat qolipida farq qiladi xolos. Qolgan hamma assortimentlar shu holatda bo'ladi. Mana turbalik qoliplar hammasida 3 tadan bo'ladi. Endi bag'da gazoblok uskunalarimiz ham har xil assortimentlardan bor. Mana 1,5 ming dollarlik komplektdan boshlaydigan bo'lsak, mana suv yo'nkisi, mana datchigi, tentlari, suv motor hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Ikkita qolipi, reskasi, arrasi, mana qa mishalkasi bo'ladi. Bu 1,5 ming dollar. Qoliplar soni ko'paygan sari narxlar oshib boraveradi. Realislik deysizmi, umuman hamma turlardan qilib berilaveradi. Mana bu yerda 3 tasi birda komplektimiz. Mini gazoblok ishlab chiqarish va pena blok, tomsuvoq 3 tasi birda. Bunda 3 tasi birda qolipdan 3 dona bo'ladi. Bu ham 6 tadan bo'lsa 3 tasidan 18 ta chiqadi. Mana qa mini mishalkasi, mana qa mini suv yo'nkisi, pena generatori, latogi, kolonnasi, rastvor bochka, kompressor, mikserlar bilan bo'ladi. Bu ham 1,5 ming dollar joyida, dastavkalar shu adresga qarab. Mishalkalarimizni mana ko'ryapsizlar, turli tuman har xillardan bor. Kimga shunaqa bizneslar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.